Hozirgina sizlarga obzor qilib bergan koftamizni yana alohida bitta ranglari bilan obzor qilib bermasam bo'lmaydi qizlar. Agarda endi Allohga behisob shukr, ro'moldim, agar ro'molsiz bo'lganda обязательно olardim qizlar. Ro'molsiz qizlarimizni ovolaylar. Olmasanglar bo'lmaydi, вообще chiroyli qizlar. Mamani qaranglar, ne go'zallik bu. Shunaqa chiroyli bemalol qizlar tug'ilgan kunlarga borib kiborsiylar bo'ladi bularimizni. Yubkalarga moslab olinglar обязательно. Tug'ilgan kunligi, oqshomligi har xil misolda qizlar. Ichida mana o'zini maychkasi ham bor. Undan tashqari bu joyligi, bayramligi ham kiborsiylar bo'radi deb вообще asal turadi. Ko'ryapsizlarmi? Rozvesi ham bor. Juda chiroyli ranglari, nejniy ranglarda. Havo rengi qizlar. Hammasini ichida maychkasi bor. Oqi bor keyin. Hamma qizlarimizni sevgan ivory rasvetkasi. Kimdir novat rang ham deydi buni qizlar. Shunaqa eng chiroyli ranglarda olib kelganmiz. Tezroq xarid